Assalomu alaykum, hurmatli mekendeshlar, tug'anlar. Bugun 8-noyabr Jalobod shahrida juramiz. Sizlarga hozir kurs valyuta бағаларından bilib berasizlar. Videoga like bosib, kanalga qatnashib, переслайд qilib gruppalarga tarqatib qo'yingizlar. Shunday son taq ma'lumotlarni birinchilardan ko'rib qolasizlar. Bugun hozir men kurs valyuta bilan обменник basin qoldirib ketaman. Inka saxta aqcha almashtırу bürosuna kurs valyuta бағаларын bilib qo'yaylik, tug'anlar. Так, bu yerde dolar 85, euro 81, rubl 1 so'm 32,5, satılış bası 1 so'm 34 ekan tug'anlar. Tug'anlar 8-noyabr Jalobod shahrının обменник бағалары dolar 85, euro 82, rubl 1 so'm 32,5, satılışı 34 ekan tug'anlar. Обменниктер бағаларын ko'rsanglar bo'ladi. Bugünkü senalar 85, 82, 1 so'm 32,5, satılışı 1 so'm 34 tenge. Bu обменка bası tug'anlar. Обменкаларда kurs valyuta бағалары shunday bo'lib qoldi. Hozir sizlarga bankda бағаларын qoldirib ketaman tug'anlar. Qirg'iziston bankına kurs valyuta bası dostlar, dolar 83.80, euro 83.40, rubl 1 so'm 34 teng, 33.40, satılışı 1 so'm 37 teng. Doskredo bank kurs valyuta bası dostlar. Dolar 83.50, euro 83.90, rubl 1 so'm 333 ekan, satılışı 1 so'm 37 teng. Bakay bank kurs valyuta bası tug'anlar, dolar 83.50, euro 83.50, rubl 1 so'm 333, satılışı 1 so'm 40 teng. Eka Islamic bank kurs valyuta bası tug'anlar, dolar 83.50, euro 82.50, rubl 1 so'm 32,5, satılışı 1 so'm 38 teng.